Biz ulug' muborak haj oylarida turibmiz. Kuni kecha juda katta xushxabar bo'ldi. Hurmatli prezidentimiz, shayximiz muftiy hazratlari bilan telefon orqali muloqotlari, suhbatlarini hammamiz tinglab xursand bo'ldik. Chunki yurtning rahbari, yurtning tashvishida qancha ishlari bo'lishiga qaramasdan avvalgi yil ham, bu yil ham mana an'anaga aylanib borayotgan. Yurtimizdan 15 mingdan ziyod ziyoratchilarimizni mana shunday ulug' muborak maskanlarda bo'lib turganlarda ulardan hol ahvol so'rab, ularni mana shunday yaxshi kayfiyatda haj qilishlarini haqida muftiy hazrat bilan muloqotlarni tinglab, haqiqatda insonni ko'ngli yumshab ketdi. Chunki bu e'tibor biror bir mamlakatda yurtning rahbari xabar olganini hali biz eshitganimiz yo'q. Lekin bu esa bizni diyorimizdan ketgan mehribon ota-onalarimiz, aka-ukalarimiz boringki, barcha ziyoratni niyat qilgan ulug' ziyoratchilarimizga bo'lgan e'tibor, e'tirof deb ishonch bilan ayta olamiz. Albatta, bu hojilar avvalgi hojilardan tubdan farq qiladilar. Ular vatanga qaytganlardan so'ng ma'naviyat targ'ibotchisi bo'lib, o'sib kelayotgan yoshlarni vatanparvarlik tuyg'usini yanada oshirish va ajrim yoqasiga kelgan ba'zi yoshlarni oilalarini yarashtirish va mehrga, muruvvatga muhtoj bo'lgan kishilarga yaxshilik ulashishga hojilarimiz bel bog'laganlar. Umid qilamizki, bu yil haj 2025 hoj ibodatini to'liq, komil ado etib vatanga qaytganlardan keyin hojilarimizni o'zlari sidqi dildan, yurakdan albatta endi bo'ldi, hamma amallarni bajarib bo'ldim, islomning 5-arkoni yakun topdi degan ma'noda emas, aksincha mana shu yurtga o'zlarini kerak ekanligilarni nasihatlari bilan, haybatlari bilan va shu o'rinda ularga ibrat namuna bo'lish bilan kerakli tavsiyalarni berib borishlarini ham mana hurmatli prezidentimiz yana bir bor eslatdilar. Yurtimizdan ketgan 15 mingdan ziyod hoji ota, hoji onalarimiz barchalari yurtga sog' salomat qaytishlarini Alloh taolodan so'rab qolamiz.